Bir ekspertdan ro'yxatdan o'tishda ko'rsatib o'taman. Bir ekspertga kirib olganimizdan keyin mana bu yerda ro'yxatdan o'tish tugmasi turibdi. O'shanga bosamiz. Bu yerda 4 xil usuli bor. Eng yaxshi usullari bir bosishda va telefon orqali, ikkalasi orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Mana telefon orqali. Telefon nomer kiritasiz, bu yerga promokod kiritasiz. Bonus olish uchun VIP 555. Mana shu uchun yozdim. Mana bu yerda kompaniya qoidalari bor, o'shani o'qib chiqishingiz mumkin. O'qimasangiz ham bo'ladi. Mana yoshingiz 18 yoshdan kichik bo'lmasligi kerak deyapti. Va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasizlar. Men bir bosishda o'taman. Birinchisi mamlakat. Mana bu yerdan qidirib topib kiritishingiz mumkin. Masalan, Rossiyada bo'lsangiz. Biz O'zbekiston kiritamiz. Keyin bu yerda bonusda sport uchun kazino gamis o'yinlar uchun olsangiz bo'ladi. Keyin bu yerga promokod kiritamiz. Katta harflar bilan VIP 555. Sizlarga qo'shimcha 100% bonus beradi. Bu yerdan kapchadan o'tish kerak. Mototsikl deyapti, tanlaymiz va tasdiqlash. Bu kapcha unchalik to'g'ri belgilanmaydi, o'shaning uchun mana shu yerdan ikkinchi kapchani topishimiz kerak. Bir payti chiqadi, bir payti chiqmaydi. Agar chiqsa, oson o'tib ketasiz. Agar o'ta olmasangiz bu kapchadan tak mana chiqmayapti. Endi nima qilamiz desangizlar, tak to'xtatish, najotni bosamiz. Mana pastda menu degan joy turibdi. O'shanga bosamiz va burchakda nastroyka va faol ish ko'zgusiga ochishni bosamiz. Va bizlarni saytiga olib o'tadi. Mana bu joydan ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Mana bu yerda ham 4 xil usul bor. Biz bir bosishda o'tamiz. Sizlar do'stlar, telefon orqali ro'yxatdan o'tish maslahat beraman. Agar sizlar programmasidan oson ro'yxatdan o'tsangizlar, agar o'ta olmaganlar mana sayt orqali ro'yxatdan o'tishni maslahat beraman. Bu yerda ham sportni kazino gamis o'ynashni tanlashni bosamiz, saqlash. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Va bizlarda sraz akkaunt ochiladi, hozir ko'rasizlar. Mana do'stlar, kapcha ham chiqib o'tirmadi, sraz akkaunt ochildi. Mana bu yerda ko'zni ochamiz, parol ko'rinadi. Buni skrinshot qilib qo'yamiz. Bu eng kerakli narsa. Mabodo akkauntingizdan chiqib ketsa yoki boshqa telefondan kirmoqchi bo'lsangiz, shu login bilan parol orqali kirishingiz mumkin. Bu ikkalasini nusxa olamiz. Nusxa oldim. Endi X'ni bosib programmasiga qaytamiz va kirishga bosamiz. Kirishga o'ynayapti. Nusxa olgan parolimiz bilan mana parol, hozir ID'ni kiritaman tepaga. Hozir xuddi o'sha parol bilan ID mana kirishga bosaman va sirazi akkauntga kiradi mana. Endi saytdan ko'ra programmasi tushunarli va aniqroqda. O'shaning uchun shu
Shunday tushuntirib o'taman programmasida. Demak, sayt orqali yo programmasi orqali ro'yxatga o'tib olgan xuddi shunday chiqadi sizlarda ham. Endi mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlar degan joyi turibdi mana tepada. Bu yerdan telefon nomeri ulamaganlar mana bu yerdan ulab qo'ysa bo'ladi. Telefon nomeri kiritasizlar va faollashtirib bosasizlar. Telefon nomeringizga kod keladi, o'sha kodni tasdiqlasangizlar ulanadi. Keyin sizga 100% bonus ham beradi. Nomer ulamasangiz bonus bermaydi. O'shani ham aytib o'tdik. Agar bonus kerak emas deganlar, nomer ulamay ham bemalol hisob to'ldirib pul chiqarishlari mumkin. Bu yerda mana qalamcha turibdi, o'shanga bosamiz. Ism, familiya, otangizning ismi, tug'ilgan sanani kiritasiz. Mana bu yerdan bosib o'tkazib. Tak. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Tug'ilgan joyni kiritasizlar. Shaharni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, viloyat. Mana bu yerdan yozasizlar. Tak. Shaharni tanlaysizlar. Yashash manzilini yozasizlar. Qisqaroq yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hujjat turi. Agar sizda yashil pasport bo'lsa, birinchisi, agar sizda yangi pasport ID kartaga o'xshagan bo'lsa, buni bosasizlar. Bu yerga pasport seriya yoziladi, masalan, AS yoki AB qanaqa bo'lishi mumkin. Keyin shundan keyin 4 tagina raqam yozasizlar. Va bu yerga GSHR 14 ta raqam bo'ladi. Agar mana sizda yangi pasport bo'lsa, o'shani yozib qo'ygan bu tomonda o'zi 14 ta raqam. O'shani bu joyga yozasizlar. Agar yozilmasa, mana bu pasport seriyani yozib qo'yasiz agar sizlarda topa olmasangiz. Hozir menda yozilmayapti. Agar yozilmasa shu harfni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin bu yerga pasport qachon berilgan sanasi so'rayapti. Yon pasportda yozib qo'yilgan, topib kiritasizlar. Kim tomonidan berilgan? Oxiriga IIP deysizlardani va saqlash tugmasini bosamiz. Mana barchasini kiritib bo'lgandan keyin saqlash tugmasini bosganlardan keyin muvaffaqiyatli OK da bosamiz. Keyin sizlarda qalamcha yo'qoladi. Agar masalan bir ikkita qolib ketgan bo'lsa, mana o'shalarga keyinroq kiritsangiz ham bo'ladi. Keyin burchakda nastroyga o'tamiz va bu yerda mana hisob to'ldirish va pul chiqarish bo'limi mavjud. Shu yerdan bemalol hisob to'ldirib pul chiqarishingiz mumkin. Kimga Telegram kanalimiz kerak bo'lsa, shu yerdan programmasini topishingiz mumkin. Hozir sizlarga mana bu yerga yozib qoldiramiz. Mana saqlash bo'limiga o'sha narsani yozsangiz, ustiga bossangiz bizning Telegram kanalimizga olib o'tadi.